Bugun 11-mart 2025-yil Gultosh avtoservisda Jalilbek usta shu Cobalt avtomobilining golobkasini remont qilib taxlab chiqardi. Antifrizini quyib, qog'ozini qochirib yaxshi tayyorlab turibdi. Usta Farmon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bittaman mashina usta. Usta, sizlarda tezlik muhimmi yo sifatga e'tibor qaratasizmi? Har kim o'zi ishlash taktikasi bo'ladi-ku, to'g'rimi? Prinsip bo'ladi-ku. Nima deysiz usta? Ish yaxshi qilsa bo'ldi. Hamma gap shundan. Masalan, shu mashina o'zining mashina edi. Hozir baja haydab o'tdi. 2 kun bo'ldimi, Jalil? 6-kun tashlab ketdi, 1-kunga ochib tashlab, 2-kunga bo'ldi. 2 kundan beri shurada turibdi. Qistamay taxlab chiqarib turibdi. Qarang, meni mashinam tezroq 1 kunda bitirib ber desa, undan chiqib oladi. Birlar so'rasa, telefon ursa, Bunisidan bo'ladi-da. iloji bormi shuni? 1 kunda bitish kerak. Ozanda Toshimon kechga ertalab tashlasa bitadi. Ba'zan ertalab aytsa. Ham Ba'zi yaxshi bor. surish kerak, qulog'ini o'tib ketmagan, nomasiz bo'lsa bitadi. bo'lmasa to'qirga yuborib olish kerak, ha, urganchga. Sal nomali. Aylanadi. To'g'ri. Yerda qutlarni o'tichka bo'lganlarni taxlab hammasini chiqarib. Bir Jalilbek emas, boshqa ustalar, yaxshi ustalar bor. Mahmud usta bor, evveldan Otabek bor. Otabek usta, Mahmud usta. Yerda biz elektrik diagnostika. Yaqinda xudo xolasa kun qizib ketsa, Odilbek aka, assalomu alaykum, Farmon, yaxshimisiz? Esdalik uchun olib yuribman. Yaxshi niyatda. Al, Jamshid. Jamshidlar. Zerpoy usta bor, ana Sanjar usta bor, kuzchilarda piri, xudo xolasa. Rayonda yaxshi ustalar ko'p, bulardan hammasining o'zining o'rni bor. Shavkat usta bor bu yerda, shogirdlari Behruz, Ebrar, mana hisob ishlayapti bular ham. Shavkat usta ishlab o'tiribdi. Yoqda Rasulbek usta bor, gruzil taxlidi. Klientlarga nasib Rasululloh bor, mo'ykachi. Otabek Monza degan bu. Boram böyle o'zi yosh bo'lsam, astan o'zining o'rnini topib, o'zini yarasha klientlar bor. Otabek usta, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Farmon? Sizlar yaxshimi? Nima motor bu usta? Nexia motor, ha? Otabek ustam ishina gap yo'q bilan. Yuvib ortib, tozalab, yaxshilab Ruslan bor shogird bilan. Golobka bu usta paket golobkami bu ya? Tozaladingizmi yuvib ortib? Lekin paket golobkaga o'xshab turibdi-da. Yerim meni bular. Birin prodelka qilib ko'raman, молодец. Bunlar shunday gaplar hozircha. Описаниесida telefon nomerlarini qoldiraman ustalarning har birini. Xolasa. Rizatjon, to'xtam. Qani Cobalt avtomobili 2 kunlik mehnatimiz. Xudo xolasa birinchi oqish, первый запуск. Aha. Gaz yok. Al.
Mahmud usta bu. O'zlarimizda ullu usta. Texda. Bizga starshi har doim. Yo'llar ko'rsatib, Yok, raporunu. ishda ham, tashkilda ham muvaffaq usta. Mahmud aka, siz telefon nomeringizni boshqa bir telefon nomerini tera turgan vaqtda Google account, Google ulangan bo'lsa, Google kontaktda jali. Avtomatik Mahmud usta deb chiqadi aytib qo'yibman, ko'rdingizmi? Yok, hayır. Ava. Internetga ulangan bo'lsa, masalan, telefon Google'ga sinxronizatsiya bo'lgan bo'lsa, jali, sen ko'rdingmi terim? Mahmud usta, Gultosh avtoservisda dvigatel usta deb yozib qo'yibman. Yiğitcan. Vallahi. Çatkan boğaz böyle, her tamamen. Yiğitcan. O zaman bir diğer gücü var. Bir pati alış gerek. Bizi bir böyle bir çavur etmeseniz de Ecevil bir pati veremiyor. Nasıl Ecevil? Mahmut abi. Ya nasıl olma? Ketdim onlara. Monlara. Monlara da sakını vecda var mı da? Vay vay, acayip. Hey, 200 mi soğuk? Gene varacağım.